Ali Tabibinskiy ishga tushdi. Bemorlar kelini o'radi. Kimning abati? Sizda nima kasallik? Ya menda kasallik emas, meni bolam kvadrober bo'lib qoldi. Bobik, obke. Biroq unaqa ishlarga meni aralashtirmang. Keyingisi. Sizda nima kasallik? Tabib, bir oydan beri uxlamayman. Uyqusizlik kasalligiga uchraganman. Men sizni bitta uxlatib qo'yaman, ishani. Ustiga adyol tashab qo'yinglar, bazan qilib uxlasin. Keyingisi. Sen qo'yog'ini o'tkazsapan ichishga qarshi lecheniya qiladi, to'g'rimi? Bitta ichadigan bo'lsang, bitta barmog'ingni uydagilarni kesib yuboradigan edi. Nima bo'ldi? Vo, onasini ham sen qo'yog'ida barmoq qolmabdi-yu. Oyog'imdagi barmog'im ham qolmadi. Lekin maza qilib ichkim kelyapti-da, Tavib tog'a. Nima tavsiya berasiz? Hozir bitta barmog'ingni kesib yuboraman, ichish tugul hayotga ham qiziqishing qolmaydi. Yo'qol hayvon ko'zing go'laymi o'ligan. Endi jicha kutib turasizlarda bemalol, bizda obed. Sizlar ham mana raya suvlarda ichinglar, o'zimiz anjanda ishlab chiqariladi. Tabiiy zamzam suvlari qo'shilgan. Oyog'im qiziyaptimi? Tur yo'qol itga o'xshagan hayvon. Oling bari kvadroberni. Yashamaylik ekanda. Dada, men o'yinni qarang. Messi bitta o'yin 3 ta gol uradimi? Shu ham ishmi? 7-8 ta urardim men. Maktab payti kalishda o'ynardim. 17 ta 16 ta urardim. Dada, men suni intellekti qarang, nimalar qilib tashyapti? Shu ham ishmi? Men uylanganda nima ishlar qilib tashaganman? Mana aka-ukalar o'ynab yuribsanlar. Qo'yog'i. Bor yoqqa bor. Shu ham ishmi? Dada, qo'shnimiz Nozim bor-ku, mamam. Mashinasini 1 oy deganda sotib yuboribdi. 1 oy? Shu ham ishmi? Mana Instagramda shu ham ishmi degan profil bor. O'zimizni Doniyaga yuritadi. Oldi sotdi bo'yicha shug'ullanadi. Mashinani sekundiga sotib beradi. Uyda ham muammosi yo'q. Shunga obuna bo'l. Bo'ldi, obuna bo'l. Shu magazinga chiqib kelay. Nevara Sivortda o'sha pampersga chiqib. Sivort, shu ham ishmi? Men Yettavlar to'rda futbol ko'ramiz deydi, futbol bularni ko'ryapti. To'roningni hayvonlar. Tur, futbolist qilaman senlarni hayvon. 1 2 nima garmoshka bo'lib yotibdi. Bir deganda tushasa, 2 deganda chiqasan. 1 Dada qiynalib ketdik. Kaptarlarni bosib yormaymiz. Davay, mehnat, to'lka futbolist bo'lasanlar. 72 73. Dada bu zo'r baloniga qanaqa balon bu? Atmaska qilma, sen ko'tarol, men aytaveraman. Bu bar shinalar jahon standartlariga ham javob bera oladi. Yamalarni ko'rmaganda o'tib ketadi. Haqiqiy bu qo'shingni mashq bo'ladi. O'zbekistonda nomer ading, davay. 81. Qara, oshiraman, kallada gol urasan. Oshirdi. Mayke. Nima stankani mo'ljallayapsan? Ur deyotgandan tiqmaysanmi? Sen navbating o't. Oshiraman, kallada gol urasan. Oshirdim. Dada ko'p to'g yo'q-ku. Hayvon, hamma futbolchilar yo'qchilikdan ko'tarilgan. Yo'qchilikdan sekin nomer ading bo'lib chiqib kelgan. Biz ham hozir katta o'yinimiz yo'qmi? Kelajakda bo'ladi. Oshir, davay. Kalla. Oshirdim. Hayvon, yana tishingni yumasang, mashlab oqartirib qo'yaman yana. Bundaqchi? Ana krasavchi bo'lding. Akin qaytada haydab yuribdi. Haydarlarga beraman deb. Sarrepdan ketasan-da. Ey, kamina g'alaba qozonadi. Tomosha qil derazadan. Quyosh qilar jiz. Dada keldi, qis. O'g'iltoy yarim kechasi qo'yog'iga yuribsizmi? Otaxon chumiydigan narsangizga aralashmang, bu yerda rep battle bo'pti. Repmi? Qahmanda o'qilaman, qarab tur. Rep aytaman, eshit hayotni dog'i, eshitganlarni gullaydi bog'i. Sen yurgan yoshlik chog'i, Eminemni men ko'targanman, qo'yog'i. Ko'z tegmasin o'zimga. Round hida. Yomg'irdi otaxon. Papa to'yordingiz lekin sizni bu yo'q kelajak kutyapti. Uyga borgan seni katta narsa kutyapti, hayvon, maytay plos. Cheriyni mashinalari zo'rda o'g'lim, yig'ib qo'ygan pulim bor. Bitta mashina olib chiqay, sen mashina o'tirib tur. Davay pap. Mashinani qarasanligini. Assalomu alaykum, nima xizmat? Qizim jichi yig'ib qo'ygan pulim bor, tashinga mashinani mo'shnilardan ko'rsatib yuboring. Xo'p bo'ladi. Bu avtomobilimiz Tiggo 2 Pro avtomobili. Qichiq ekan, singlim. Bo'ldi, rasmiylashtiramizmi unda? Bo'ldi qizim, mana yig'ib qo'ygan pullarim bor. Cherry lady. Dada mashinangizni pulini prodyuserimga tikib yubordim, uzr. Qizim, ambulatoriyaga admin bo'ladigan odam bor ekanda, ertaga kelaman, mana. Hurmat, mashina olaman o'yni, qanaqa mashina olding? Gibrid. Gaz bersang ham yuraveradi, ovqat bersang ham yuraveradi. Stressga chiqma. Gay, sekin chetga ol. Mashina olib minib yuraman degandim-a.
Abi yangi stilimga nima deysiz? Ireyi hammasi deyman, ko'tar ishtonni, hayvon. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Vau, qanaqa atir sepasiz? Rosa shirin ekan. Qanaqa atir? Shunaqa tellayman. Kattalar yoshlar ko'rishsin, bir-birini bilishsin deyishuvdi. Shunga dadam ham keluvdilar ko'rishgan. Yaxshimisiz? Oshnalaringiz bilan kelmas, narda o'ynab o'tirardik. Nimani hidi kelyapti? Qo'lingizni ko'taring-chi. Qo'ltiq ham qo'ltiq sho'ri bo'lib qolibdi-yu, kolonka bas beryapti. U bu narsa sepib chiqadi uchrashuvga. Yuringlar endi kelishga kelibsizlar. Sen bezbedrog'gana qizim. Shunga dadam ham biz bilan uchrashuvga chiquvdilar. Xijolat bo'lmayapsizmi? Ketdi-yu, unda aylanamiz. Jijji uyalcha ekan-a, dada? Jijjamas ancha. Dadam bekor chiqdimmi deyman-da. Tayyormisiz, qaynota? Namgarchilik bo'lmadimi, dada? Selab pasta bo'lib ketdi. Hey. Bo'ldi, janim jon ekansiz o'zi ham. Bo'lmasa ditskiga chiqdik. Oz qo'limni tiqaram. Ha, yesanglarchi, endi qaytiravermasdan. Sizni bir restoranga olib kirasiz deb o'ylovdik-da. Qanaqa restoran? Qizingiz bilan uchrashuvga o'zingiz mochilab chiqib oldingiz. Bo'pti, menga qarang, mashina-poshinangiz bormi o'zi? Mono bor, mono. Bu quyoshda saqlaydigan bor. Olaman mashina. Nima mashinam bo'lsa nima bo'pti? Siz shopringiz bo'lamanmi yo siz olib yuramanmi? Baxtimizga nima aloqasi bor mashinani? Bezbetlar ham evi bilan-da. Bo'ldi, senga beradigan qizim yo'q. Tur ketdik. Mashinani ham dami qo'yib yuboribdi qizim. Endi nima qilamiz, dada? Hey, mashinalardan o'rnating. O'zimizniki bo'lsa ham jahon standartlariga javob bera oladi. Yamalarda ko'rmagandek o'tib ketadi. Sizni mashinangizda dami chiqdimi? Menga qizingizni bermasangiz, hayotingizni ham dami chiqib ketadi.